Bu nima? Bu aka travertin toshini o'zimi? Mana shu travertin toshni o'zi, to'g'rimi? Uqalangani. Qalangan. Bu qumi bo'ladi, bu dravertidan. aynan shu uqalangan uni, to'g'rimi? Bu alabastir, balabastir bas, to'g'rimi? Mana shu travertin, mana bu uni va oq sement, to'g'rimi? Oq sement. Loyi qani? Loyiha mana. Qolipni o'zidan ko'rsat. Qo'lingdan shunday olgin. Voyaga mana qo'yib bo'ladi. Mana shu loy. Mana shu holatiga penoplast bosiladi, to'g'rimi? Bo'ldimi? Hech qanaqa lak, shlifovka, hech narsa yo'q. Faqat travertin toshi. Shu quriydi, o'sha blesk bilan chiroyli bo'lib chiqadi, to'g'rimi? Qonishbek o'zi tayyor mahsulot, to'g'rimi? Tayyor bo'lgan. Mana do'stlar, o'zini rangi bu. Hech qanaqa izvisnyak yo'q, boshqa narsa emas. Blesklari ham tabiiy holatda. Hech qanaqa rangi o'zgarib yoki boshqa narsa bo'lmaydi. Asosiy interes ham bunda, tabiiyligi. Tabiiyligida. Hech qanaqa pigment yo'qligi, do'stlar. Asosiy nomerga aloqaga chiqaverasizlar.